Adajon. Nuchu, qalay o'tdi? Adajon bilan uchrashuv. Bu yog'i to'y ekanda. Ha, gapir. Nima ichimsan? Uyalyapsanmi? Voy, nima go'stisnyashka. Ruscha qo'shib gapiraverib, miyamni ochib yubording. Xo'p, to'y qachon? Qanaqa to'y? Marsdan tushdingmi? Sana to'ying. Vot kecha qizni batyasi bilan ko'rishding-ku, ha? Bu nima degani? Ha, bu yog'i gumra qarz, to'y degani. To'y. Muzab, klientlarga qara. Xo'sh, To'y bo'lmaydigan. nega? Ha, qiz yo'qdi deding-ku. Yo'q, sal to'g'ri kelmadi. Tak. A ну-ка, колись. Nima bo'ldi? Aytarli hech narsa. Ha, qo'yaver. Bo'ldi, aytaman deyapman-ku, aytaman-ku. Xo'sh, Xullas, otasi kimyogarligimga e'tibor ham bermadi. Faqat boshdan oyoq hamma yog'imga qarab chiqdi. Biz premium oilamiz. Siz bizga to'g'ri kelmaysiz dedi. nima? Balki o'zimdadir, Timur. Unga yaxshilab tushuntira olmagandirman. Nima kiyimda bording? Mana shu kiyimda. Shu xudida bordingmi? Nima qildi? Ты чё, shunaqa kiyimda ham boradimi? Ну ты даешь. Lekin to'ydan oldin asl basharasini ochib qo'ygani zo'r ish bo'pti. Yo'q, nima bo'lganda ham senga bunaqa muomala qilish kerak emas edi. Hada, kiyimimni emas, aqlimni, o'zimni baholasin dedi. Mayli, Timur, indama bo'lar ish bo'ldi. Qo'yaver. Qanaqa odamsan? Bir tushiraymi? Qadrini bilsang-chi. Hozir asli odam bashara bilan borsang oldiga boramiz, ketdik. Man hech qayoqqa bormayman. Nima? Bormayman. Qayerga olib kelding? 15-20 million. Всё, путём. Oxirida gaplashamiz. Animaga o'xshayapsizlar. Klassik kiyimlarimiz bu tarafda, casual stildagilarimiz bu tarafda. Yordam kerak bo'lsa shu yerdaman. Yo'q, bo'lmaydi. Boshqasi. Shu nimadir yetishmayapti-de. Agar ko'nglingiz to'lmasa, olmaganingiz yaxshi. Xohlasangiz bir zo'r look qilib beraman. Mayli. Yaxshi. Bo'lar ekan u. Shiyotki. Voy, akyo bola bo'lib qolding. Qanaqa nima qilay? Ko'rmi? Kiyimlarni kiyib ketamiz. Voy. Kechirasiz, restoraningizni alohida xonasi yo'qmi? Qanaqa xona? Ahamiyat bermang. Zumerlar. Kuningiz qanday kinolarga qoldi? Qalay o'xshatdim? Voy, nima-ku. Ovozlaringizcha o'zgarib qoptimi? Mana chekingiz. Animon talagan shu, rahmat. Mana qara. Shunaqa sifat, shuncha narsaga atigi 1.900? Ha, endi to'shkasini bilish kerak edi. Uchyoni. Rahmat. Yaxshiligiga buyursin. Timur, balki kerak emasdir. Nada, Fedya. Nada. O'zing uchun ham, ular uchun ham kerak. Faqat urmayman deb so'z ber. So'z beraman, urmayman. Ketdik. Dilshod aka, siz so'rab kelishibdi. Kim ekan? Tanishlarimiz deyishdi. Ha, kirishsin. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xizmat?
Tupa-tuzuk bola ekansiz-ku. Kecha turishingizni ko'rib sal chalg'ib ketdim shekilli. Oydikkina yigit ekansiz-ku. Muammo yo'q. Balki kecha charchagan bo'lgandirsiz. Kimdir asabiy buzgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, xvachit, Menzele, bu yoqqa o't. Menga qarang, premium amaki. Premium o'zi nima? Ha? Kostyummi? Bu bola uchyoniy, fan bilan mashg'ul. Sizcha, modniy приговор bilanmi? Okey, ладно. Kecha bu normalni kiyinib kelmagandir. Lekin siz uni qalbiga, aqliga nazar solmadingizmi? Qizingizni bermasangiz, menga qarang. Bermang. Lekin unaqa odamni tabaqalab, unijat qilmang. Nima? Для информации. Bu bola bo'lajak olim. Siz esa kibruhasiz. Ey bola. Kibr yoqib olgan kibrologiya fanlari doktorisiz. Sen kimsan lan o'zi menga aql o'rgatadigan? Sur bo'tda ekaloving. Bor, hayda. Temur, Sur dedim. bu yoqqa o't. Qalay. Urganim yo'q. Urganimda yozarding. Temur, Endi nima deysan? Chimchilar deysanmi? Yoz. Yuqonlaring. uzr qizishib ketdi. Eshak. Temur, bu nima qilganing? Urmayman deb so'z berganding-ku. Urganim yo'q, chimchiladim. Temur, biz u odamga faqat kiyimga qarab baho bermang deb ketmoqchi edik, bo'ldi. Uni ham o'zing xohlaganding. Qara uni. Bunaqalarni jostki jazosini berish kerak. Jazosini berish bizga emas. Temur, tushunaman, bu ishlarni hammasini men uchun qilyapsan. Adolatsizlikka chidolmayapsan. Men uchun jon kuydiryapsan, haqiqatni aytyapsan. Senga gap yo'q. Lekin bularni hammasini o'ta odobsizlik bilan qilyapsan. Sen hech bo'lmaganda u odamni yoshini hurmat qilishing kerak edi. Nima? Tish yosavsam? Qanaqa hurmat? Bu odam o'zi hurmat ko'rmagan bo'lsa, hurmatni qayoqdan tushunsin? И вообще, sen o'zingni bil. Fan odamsan, aqllisan, razgovor yo'q. Chiroyli kiyinish shart emas. Odam o'zi yaxshi bo'lsa bo'ldi deysan. No, hayotda. Senga yoqmasa ham boshqa odamlar ham bor. Va ularni ko'pi anu kibermenga o'xshab, sal povudingni bersang, o'zingga qaramasang, seni yanchib bosib o'tib ketishadi. Shuning uchun har kim bilan o'zidan kelib chiqqan holda muomala qilaman. U shunga loyiq edi. Lekin sen, ota-onang, yaqinlaring uni bu muomalasiga loyiq emas. O'sha xudida uni oldiga borganing, ne только seni yuzing, balki do'stlaringni, yaqinlaringni yuzi. Bu realniy hayot. Seni laboratoriyang emas. Uchyoniy. Menimcha bugunga yetadi. Xayrlasha qolaylik. Gapirib bo'ldim. Kechirasiz do'stim. Ha? Temur qayerda? Hovlidalar. Rahmat. Kecha seni ranjitib qo'ygan bo'lsam uzr. Hamma gaplaringni yaxshilab o'ylab ko'rdim. Shu paytgacha aytganlaringni jiddiy o'ylab ko'rmagan ekanman. Hadeb murosaga borishim, hamayli deb ketishim bilan qadrimni ushlamas ekanman. Ko'rinishim nafaqat men o'zimni, do'stlarimni, oilamni yuzi ekanini endi tushundim. Xullas shunaqa qilib endi hammasini to'g'rilayman, nasib. Sen uchun xursandman. Lekin men ham xato qildim. Haqiqat deb hamma gapni gapiraverar ekanman. Yana qo'pol. Endi odobni sendan o'rganaman. Men esa sendan qadrni Birgalashib, ha? shunaqa qilib muvozanatni ushlashni o'rganamiz. O'zi odam shuni deb muomalalarga kiradi-yu. Ha, Temur. Odobni birinchi darsini kechagi amakidan uzr so'rashdan boshlaymiz. Nima? Ya, men hech qayerga bormayman. Yo'q, bu sen uchun ham, ular uchun ham kerak. Mana shunaqa qilib o'zingni yengasan. Men bormayman.
Ha, xullas uzr. Kecha qizishib ketdim. Kechiraman u. Lekin yomon ko'kartirding-da, uka. Ha, anu bajaga boru, o'shani sursangiz tez o'tib ketadi. Temur, nima deyapsan? Nima? Bu to'g'risidek, yaxshi narsadek. Bajagani ham biladi bu. Xullas, kecha ko'p o'yladim. Mandan ham o'tdi, uzr. Mo'minjon, bitta gap. Sizdek kuyovim bo'lishini xohlardim. Agar Biz faqat uzr so'ragani keldik. Ruxsat bersangiz boraylik. Nima? Birinchi marta. Birinchi marta. Mo'min. Mo'min. Hey. Birinchi marta qadringni ushlaganingni ko'rdim. Men sen bilan faxrlanaman. Qalay o'zi, bopladimmi? O'zim ham ishonmadim. Men gapiryapmanmi? Ha, boplading, dahshat. Menga qara. Ha. Kechagi kiyim do'konga bormaymizmi? Menga yoqdi kiyinish. Ketdik. Bo'ldi. Men olib beraman. Oho. Men olib beraman. Degan boraveramiz. Bo'pti, men olib beraman. Ketdik. Sen bugun umuman ruscha gapirmadingmi? А как же?